Assalomu alaykum, Apparat Forum Sardorbek kanali obunachilari. Mana bugun do'konimizda Namangan viloyat Chortoq tumanidan Lutfiddin aka, Lutfiddin akamiz keldilar. Xudo xolasa akamizga o'sha elektrovoz 19000 plyusidan xudo xolasa qilib beramiz. O'sha yaxshi varianti, tok tanlamaydi. O'sha orqa ventilyatorlari temir panjaralik va sariq etkalik 3 polosaligina. Inshaalloh xudo xolasa akalarimizga buyurib nasib qilsa mana yangi pachkasidan ochib berdik. Bu akamiz juda ko'p kelganlar. SD dinamiklari 2000 talik PDLdan ancha bozorlik qilishdi bu yil apparatlariga. Xudo xolasa aka bergan tovarlarimiz yaxshi chiqyaptimi inshaalloh? Yaxshi ekanmi? Zo'r chiqqandan keldi. Mana xudo xolasa ikkita uslub qilib olyapmiz. Inshaalloh buyurib nasib qilsin. Akamizga ham dot krasa ham beruvdik. Yaxshi ishlayaptimi? Zo'r, dahshat. Aka sog' bo'ling. Yana kimlarga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Akamizga elektrovoz usletirimizni $480 qilib berdik. Ko'p obunachilarimiz narxini aytmaysizlar deyishdi. Xudo xolasa mana narxini ham aytib o'tib ketamiz. $480 qilib berdik. Xudo xolasa bor. Yana kimga shunaqangi sifatli usletirlardan kerak bo'lsa, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Sizlarga ham yaxshilikka xizmat qilsin. Buyurib nasib qilsin aka. Omad sizga. Sog' bo'ling.